shaharning o'rtasidan shunaqa chiroyli bir quruq yer topib qo'ydim deb, bitta mahallani polni bir 2-3 ta qo'shnilar o'zingizlar sotib olasizlar ekan azizlar, maza qilib yashaydigan juda ham zo'r. Menga shunaqa ham yoqdi. 6 sotik yerimizni xohlasanglar 3 ga bo'lib sotib olamiz ekan, xohlasanglar 2 ga bir tashkentskiy chiroyli qilib uy solib olsanglar bo'ladi. Quruq yer, tekis. Azizlar, Yujniyda videoda o'tkazmasdan ko'rib turamiz. Azizlarim, mana sizlarga aytayotgan mahalla bu. Uy emas, qaranglar, mahalla. Azizlar, men o'zim Rossiyadan musofir shaharlarda ko'p yurdim deylar. Boylar, kazoqlar, juda ham bir katta ishda ishlaydiganlar o'zlari 2-3 ta qo'shni bo'lib turib, o'ydan shlagbaum qilib qo'yishadi. Taksidan ham kelib telefon qiladi, shlagbaumni ochadi. Xuddi shunaqa boylarga o'xshab yashaysiz, mazza qilib, tinchlik, xotirjamlik, bolalarni ham chiqarib yuborasizlar. Qaranglar, bir 15 ta mashina qator sig'oradi ekan. Bu akamiz o'zi kelib yashayapti ekan. Hozir biz mana shu akamizdan keyingi yerni sotyapmiz. Dokumentlari juda ham zo'r, top-toza dokument azizlar. Hozircha bog' bo'lib turibdi ekan bu yer. Ko'rishda davom etamiz. Azizlar, mana mahallamiz bu bo'lyapti, qaranglar. Mana shu devordan to'g'ri dakansa borsak, 6 sotik mashag'i bo'lyapti. Qaranglar, mana bu giloslar ham chegaramiz bo'layotgan. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda bog' bo'lib turibgan bir 40 tup, 35 tup gilosi bor ekan. Bu ham endi pod biznes deb qo'ysanglar bo'laveradi. Buni xohlasanglar olinglar, siraz qurilish qilib olinglar. Yo'q, men butun sotib olganim mablag'im yetmaydi desanglar, 3 sotikdan qilib turib bo'lib ham sota olamiz ekan. Xohlasanglar 2 sotikdan ham sota olamiz ekan. Akamiz shunday chiroyli bir variantlar qilib beryapti. Dokumentidan umuman muammo yo'q ekan. Qaranglar, yerni tekisligini qaranglar, mashalloh. Xo'p, adreslarni ko'p kutilmasdan ayta olaman. Qirg'iziston O'sh shahri azizlar, Yujniyda turibmiz biz. Rano magazinning orqasidan to'g'ri kela olasizlar, shu yo'l o'zi olib kelaveradi. Azizlar, deyarli mahallada hech kim yo'q desa ham bo'laveradi-da. Qarang, chang yo'q. Eng glavnisi jang yo'q. Mazza qilib yashaymiz. Uyimiz juda ham bir balandlikda joylashgan. Bunday robotdan chiqib turib, prosta atmosferani, manzarani tomosha qilib o'tiradigan havolari juda ham toza azizlar. Yujniyda bu yer. Rano magazin bor, hamma bilgan. To'rt ko'chadan o'tganda qo'stavarlar sotyapti. Ashirdan asfalt yo'l bilan to'g'ri ketarasidan mashaqqa o'zi yo'l olib kelib qo'yadi azizlar. Juda ham yaxshi lokatsiyadan arzon chiqib qoldi. Sizlar uchun baholashib $55,000 yana ozgina kami bor deb chiqardik. Akamiz o'zi 70-80 deb o'ylayapti ekan. Indamay qolinglar. Zudlik bilan murojaat uchun raqamlarni qo'yamiz. Telefon qilinglar, kelinglar. Mashaqqa bitta chiroyli qilib qurilish qilib yashaylar. Qaranglar, xohlasanglar meni orqamga bir high textilda 2 qavat uy ko'tarib olinglar. Xohlasanglar bu tomonga azizlar o'zingizlar chiroyli proyekt qilasizlar. Xohlasanglar mo tomonga bir zo'r qilib uy so'voringlar. O'rtaga ham обязательно basen qilish kerak. Yonboshda qo'shnilarimiz yo'q, mo'ralaydigan, poylaydigan azizlar. Kulmaymiz, albatta hazil. Zo'r qilib basenni qilib, bu 5 kunlik dunyoda mazza qilib yashayman deydigan odamlarga rosa men mana shu uyni tavsiya qildim. Qaranglar, juda ham zo'r yer azizlar. Maqtagan sari maqtagingiz keladi, rostdan aytyapman. Yer yoqdi ama. Azizlar, qaranglar, mana qurilish qilib, xudo xolasa betonini, fundamentini, devorni ko'targanimizcha inshaalloh teraklarimiz ham katta bo'lib qoladi. Bir tomiga bir ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi inshaalloh. Ili pollariga, azizlar. Xo'p, akalar, rostdan aytyapman. Qiziqinglar mana shu yerga. Nimaga deganda bu yer hali qiyshiq emas, ikkisani emas, shaharning o'rtasi bo'lyapti. Juda ham chiroyli, qaranglar. Tep-tekis yer. Bugungi kunda sotuvda narxini ko'p kutilmasdan sizlarga aytaylik, $55,000 yana ozgina kami bor deyapti akamiz. Bu yerda so'raganlar juda ham ko'p ekan. Prosta akamizga naqd pul kerak bo'lyapti ekan. Yo'q, men $55,000 ga ola olmayman buni desalar, yana qaytarib aytyapman, yarmini ham bo'lib sota olamiz ekan. Ujub qo'shni akamiz kelib yashayapti. Juda ham zo'r. Menga eng qiziqarli joyi mana mahallachasi yoqdi-da. Bolalarni prosta chiqarib olasizlar, mashinalarni olib kelib qo'yib, qo'shni bilan intifoq chiroyli yashasanglar zo'rda. Bunandaqa men o'zi aytdim sizlarga, safarda yurganda havas qilardim bunandaqa zakriti mahallalarni. Do'stlar, meni orqamga bir e'tibor beringlar. Mashalloh, qaranglar, ko'p qavatli domlarni mana shu yerdan tomosha qilib tura olasiz. Manzara juda ham zo'r. Xo'p, adreslarimiz kelsak, Qirg'iziston O'sh shahri bo'lyapti azizlar. Hamma bilgan Yujniy Rano magazinidan shunday kirib to'g'ri kela olasizlar. Yana qaytarib aytyapman, shu uyga bir shu yerga bir kirish ko'ringlarda sizlarga xudo xolasa yoqadi azizlar. Samigramni dokumenti zo'r deyapti. Bu arentirlarimizni qaranglar. Rahmatulloh domlar masjidi mana ozon aytib bordi. Mashalloh, qaranglar, ozonlar tiniq eshitiladi ekan. Bu yerda maktabimiz bor, bog'chamiz bor.
yana nima kerak azizlar? Magazinlar bor, juda ham sentr joyda, o'shda zo'r joyda, Yujni menga ham yoqadi. Xo'p, srochniy murojaat uchun raqamlarni yozamiz. 0505 bilan 13 43 65. Qaytaraman, 505 bilan 13 43 65. Azizlar, 55 ming dollar ozgina kami bor, xohlasalar yarmini ham sotaveradi. Shu nomerga telefon qilinglar, srochniy azizlar. Akamiz zudlik bilan sotish kerak deyapti.